Olmaliq kon-metallurgiya kombinatining ekspluatatsion ehtiyojlari uchun qurilmalar, jihoz va uskunalar, avtotransport va maxsus texnikalarning ehtiyot qismlarini tayyorlash, detallarga mexanik ishlov bergan holda tiklash, po'lat, cho'yan, rangli quymalarni hamda payvandlangan metall konstruksiyalar va nostandart uskunalarni tayyorlash, tog' konchilik jihozlarini ishlab chiqarish kabi vazifalarni samarali uddalab kelayotgan Markaziy ta'mirlash mexanika zavodi bugun zamon bilan hamnafas rivojlanishning yangi bosqichiga qadam qo'ymoqda. Kombinat mahalliylashtirish dasturining asosiy ijrochisi hisoblangan mazkur tarkibiy bo'linma jahon standartlariga javob beruvchi yangi dastgohlar bilan ta'minlanyapti. Xususan, mexanika yig'uv sexining o'chirish klapanlarini ta'mirlash uchastkasiga keltirilgan maxsus frezerlash uskunasi shular jumlasidandir. Ushbu dastgohimiz 2025-yilning may oyida keltirildi. To'liq iyun oyida ishga tushirildi. Ushbu dastgohimizni qulaylik tomonlari 50 mm dan 800 mm gacha diametri, balandligiga esa 1200 mm gacha bo'lgan hajmdagi detallarga ishlov bera oladi. Gradusga keladigan bo'lsak, -12 gradusdan +12 gradusgacha turgan holatida o'chirish klapanlarini ishlov berish imkoniyatiga ega. Ushbu kungacha o'chirish klapanlari uchastkamizda 50 mm dan 200 mm gacha o'chirish klapanlarini hamda ishlab chiqarilgan bo'lsak, ushbu dastgoh yordamida kelajakda 200 mm dan 400 mm gacha bo'lgan o'chirish klapanlarini ta'mirlash hamda ishlab chiqarish ko'zda tutilgan. Bu dastgohni qulaylik tomonlariga keladigan bo'lsak, energiya tomonlama ancha tejaldi. Ishlab chiqaradigan mahsulotlarimiz 2 baravarga oshdi. Ish sifati, unumdorligi oshdi. Detallarga ishlovlar jarayonida mahsulot sifatli bo'lib chiqish boshlandi. Ta'kidlash kerakki, ilgari o'chirish klapanlarini ta'mirlash va ishlab chiqarish jarayonlari burg'ulash, frezerlash va tokerlik karusel dastgohlari yordamida amalga oshirilgan bo'lsa, endilikda har uchala bosqich birgina yangi uskuna orqali bajarilmoqda. Bu esa ortiqcha vaqt va energiya sarfining qisqartirilishiga xizmat qilyapti. Maxsus frezerlash dastgohining yuk ko'tarish quvvati 2000 kg bo'lib, uning ishga tushirilishi natijasida mahsulot tayyorlash ko'rsatkichlari 100 tadan 130-140 taga yetkazildi. Endilikda mazkur uchastkada mehnat unumdorligi ortib, mahsulot sifatini yanada yaxshilashga zamin yaratildi.